qadimki zamonda bir beliqchi buvay bo'lgan ekan. Uning ayoli va 3 bolasi bo'lib, ular Seriqdal kun kechiradi ekan. Beliqchi har kuni dengizga 4 qitim to'r solar ekan. To'rga nima chiqsa, shuningga qanoat qilib uyiga qaytadi ekan. Bir kuni buvay tush vaqti bilan dengizning leviga beribdi va to'rni yeyib suvga tashlabdi. Bir oz kutib qarab tursa, to'r nihoyatda og'ir bilinibdi. U kuchining boricha harakat qilib, kuchab tortib beqibdi. Ammo to'rni suvdan chiqara olmabdi. Shuning bilan buvay to'rning uchini bir qo'ziqqa bog'labdi-da, o'zi suvga tushibdi. Tirkishib yurib, to'rni dengizning leviga ep chiqibdi. Keyin o'zi suvdan chiqib qarasa, u bir o'lik eshakkan. Tirkishish jarayonida to'rning u yer bu yerimi yirtilib ketibdi. Beliqchi bu ahvolni ko'rib, ko'ngli buzilib, "Mushomi, kun bo'ldimi?" deb achchiqlanibdi. Bir hazodan keyin beliqchi buvay eshakni to'rdan elib etib, qaytadan to'rni quribdi va uni suvga yana tashlabdi. Bir oz kutib turib, to'rni tortib baqsa, oldinqisidanmi og'ir turg'idek. "Bir cho'ng beliq tutdimmi nima?" deb o'ylab, so'yinibdi beliqchi buvay. U to'rning uchini qo'ziqqa bog'lab, yana suvga tushibdi. Ko'p mushaqqat bilan o'ljisini qirg'oqqa elib chiqibdi. Qarasa bu qitimqisi ichi laylatqi bilan liq to'lgan bir sapal küpkan. Beliqchining ko'ngli nihoyatda yerim bo'pti. U achchig'ida küpni urib sundiribdi-da, to'rni siqib tozalab, uni 3-chi qitim yeyib, yana suvga tashlabdi. Va qirg'oqda birdan kutib o'ltiribdi. Bir chaqda to'r bir narsa tushgandek silkinib eg'irlashibdi. Beliqchi tezlikda uni tortib qarasa, bu qitimqisi sapal parchalar ekan. Buni ko'rgan buvay g'am qayg'uga cho'kibdi. Yuragi ezilgan holda, "Men kuniga faqat 4 qitimla to'r solaman. Endi yana bir narsa chiqmasa", debdi. Beliqchi qattiq umidsizlangan bo'lsa-mu, yana tavakkul deb 4-chi qitim to'rni sapdi. Bir oz kutib turgandan keyin to'rni ko'tirib qarasa, to'r yerga chaplashib qolgandek midirlamasmish. U yana suvga tushib, avvalgi usul bilan ming bir tezlikda o'ljini qirg'oqqa tortib chiqibdi. Bu qitimqisi eg'izi kapsharlangan küp bo'lib, ichi nimalar bilandir to'lgan ekan. Buni ko'rib, beliqchi xursand bo'pti va ko'nglida, "Hanim bo'lsa, bumi bo'g'ini. Küpni miskarga sassam, ish bo'lmaganda 10 dinarga yaraydi-da", deb o'ylabdi. Buvay küpni chayqab baqsa, nihoyatda og'ir turg'idek. "Avval küpni ichib, ichida nima borligini bilgandan keyin, ondan sotmamdim", deb o'ylabdi u. Va yenidan pichig'ini sug'urib elib, küpning eg'izidagi qalayni bo'shitibdi. Küpning eg'izini ichib, yerga qaritib, dumkum turib, ichidagi narsalarni qo'ymay elish uchun küpni rosa silkibdi. Lekin hech narsa tushmay, buvayni hang-tang qoldiribdi. Bir ozdan keyin küpning ichidan big'sig'an sesiq tutun chiqibdi-da, busi osmon zaminni qoplab ketibdi. Keyin u tutun yig'ilib qo'yuqlashib, ondan aylanib bir devi surtiga kiribdi. Uning kelangsiz oyoqlari qo'rqinchli bo'lib, bo'yining egizligidan beshi osmonga taqishid ekan. Eg'izi o'nkurdek, tishlari zixdek, burnining to'shiklari mashning karniyidek qop-qora va yo'g'on, ko'zlari qip-qizil yenib turgan cho'g'dakkan. Badanidagi har bir taltök uni texmi dahshatlik bir tusga kirgizgan ekan. Buni ko'rgan beliqchining qo'rqinidan jon-pini chiqibdi. Butun a'zoyi lag'ildab titrashga boshlabdi. Zang'oqlari jaqildab,
tishlari kasıldaptı. Göz aldını qarang'uliq besib, yo'lnimi ko'rolmay qaptı. Deva beliqchini ko'rib, "Ey baxtsiz, men seni hozirla qattiq azoblab o'ldiraman," debdi. "Ey mal'un, men seni suv ostidan qutuldirib, quruqlikqa chiqarib, qorong'u zindondan bo'shatsam, shuning badaliga sen endi meni o'ldiramsan," deb so'rabdi buvay. "To'g'ri, seni o'ldirishdan boshqa amal yo'q. Qaysi o'lim bilan o'lasan?" debdi deva. "Sen meni o'ldirgidek, men nima gunoh qildim?" so'rabdi beliqchi. "Men bu kungacha dengizning tagida 100 yil oqdim. O'zimga kim meni shu balodan qutuldirsa, ömrüm bo'yi shuning xizmatini qilaman deb va'da berdim. 100 yil o'tgan bo'lsa-mu, hech kim meni qutqizmadi. Oradan yana 100 yil o'tdi. Men meni qutuldirgan kishiga dunyoning jimi boyligini beraman deb qasam qildim. Lekin yanala meni hech kim qutqizmadi. Shuning bilan yana 100 yil o'tib ketdi. Kim meni qutqizsa, 3 xil tilikini beraman deb ahd qildim. To'g'ri 400 yil o'tdi. Yanala hech kim meni qutqizmadi. Shunga g'azablanganimdan endi meni kim qutqizsa, uni o'ldiraman. Lekin o'ldirishdan burun qaysi xil azob bilan o'lishini o'zidan so'rayman deb niyat qilgandim. Shunga qayna degina, sen qaysi o'lim bilan o'lishni xohlaysan? deb so'rabdi deva. Beliqchi devining so'zlarini anglab, "Men seni ajab bir vaqtda qutqizib qopdiman," deb faryod chekibdi. Beliqchi deviga yalviribdi. Lekin deva qo'shilmay, "Qo'tildimi? Men va'damga amal qilmay qo'ymayman. Tez aytqina, qaysi usul bilan o'lasan?" Beliqchi yana yalviribdi. "Seni qutqizib qolganligimning haqqi hurmati uchun bo'lsa-mu, mening bir qo'shqinimdan kashkin." Lekin deva beliqchining yalvirishlariga pisandmi qilmabdi. Beliqchi o'zining so'zlarining deviga ta'sir qilmaganligini ko'rib, o'ziga, "Bu bir devi tursa, men degan aql farosatlik inson tursam, uning qo'lida o'lsam, bu uyat emasmi? Men mu aql ishlatib, uni yo'qotsam bo'lmamdi," deb tasalli beribdi. Va keyin deviga qarab, "Meni rostilla o'ldiramsan?" deb so'rabdi. "Shundoq, yana so'ravatsan-ku?" debdi deva g'azablanib. "Undoq bo'lsa, o'ladigan vaqtimda sendan bir savol so'rab boqay," debdi beliqchi. "Ha, qani so'ra. Sen shu bo'ying bilan bu kichikkina kubga qandoq sig'ding? Aqallisi bir barmoqingmi patmaydigan tursa. Bu ishqa men bek hayron qoldim," debdi beliqchi. "Mening kubdan chiqqanligimga sen texichila ishonmayvatamsan?" so'rabdi deva. "O'z ko'zim bilan ko'rmagicha ishonmayman-da," debdi beliqchi. Beliqchining so'zini anglagan deva o'zining karomatini bovayga bir ko'rsatmoqchi bo'pti-da, bir silkinib, tutunga aylanib, hamma tarafga yeyilibdi. Keyin asta-asta kubga tushishga boshlabdi. Tutun tamoman kirib bo'lishi bilanla beliqchi darhol kubning eg'izini burunqidek qilib bekitibdi. Va kubga qarab, "Xo'sh, ahvoling qandoq? Endi sen qandoq o'lim bilan o'lishni xohlaysan?" deb to'labdi. "Men hozirla seni dengizga tashlayman-da, o'zim shu yerga bir kap selib, beliqchilar kelsa, bu yerda odam yeydigan deva bor deb ularni qaytiraman. Endi seni hech kim qutuldira olmaydi. Sening qutulish fursatingni tamoman yo'q qilaman." Deva o'zining aldanganligini bilib, kubdan chiqish uchun harakat qilib ko'ribdi. Cheklab beqibdi, lekin chiqolmabdi. Oxiri, "Sana chaqchaq qilgandim," deyishga majbur bo'pti. "Yaxshilik qilganni bilmaydigan."
debdi beliqchi. Osh berganga mush bergining uchun endi küpning ichida sesib yotqin. Beliqchi shundoq debdi-da, devining barqirab-jarqirab yalvarışlarga pisandmi qilmay, uni daryo leviga elib kepdi. Va kuchining boricha daryoga qaratib